Dilnoza Kubayeva va aktyor Rixsitilla Abdullayev haqida mish-mishlar tarqaldi. Dilnoza Kubayeva shaxsiy hayoti, telbada yolg'on ishlatgani, semirgani va Shahzoda bilan munosabati haqida ham intervyu berdi. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktrisasi Dilnoza Kubayeva Instagramda sahifa ochib muxlislari bilan jonli efirda muloqot o'tkazdi. Aktrisa ijtimoiy tarmoq rasmiy sahifa ochishiga uning nomidan akkaunt yuritib, odamlardan pul undirayotgan firibgarlar sabab bo'lganini aytib o'tdi. Shuningdek, u muxlislarni qiziqtirgan boshqa savollarga ham javob berdi. Quyidagi eng qiziqarli savollar va ularga berilgan javoblarni e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xonanda Shahzoda bilan munosabatingiz qanday? Zilola opam, ya'ni Shahzodani juda yaxshi ko'raman. Chiroyli, hurmatda salom alikdamiz. Munosabatlarimiz ham juda go'zal. Asosiysi qalbimizdagi bir-birimizga bo'lgan hurmat go'zal. Men hammani hurmat qilishga, tushunishga harakat qilaman, chunki uning o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Men haqimda kimdir yomon o'ylasa, yomon gapirsa, qanaqa ahvolga tushardim degan savolga javob qidirib ko'raman. Nima uchun ko'pincha Rixsitilla Abdullayev bilan partnyor bo'lasiz? Rixsitilla akam professional aktyor, did farosatli ijodkor, judayam madaniyatli, oliyjanob, o'z ishining ustasi. Bir-birimizga doim yordam beramiz. Hech qachon sen mana shu so'zni aytmading-ku, bu yerda mana bunaqa deyishing kerak edi demaydilar. Tushunib, qo'llab-quvvatlaydilar. Tadbirlarda, xizmatlarda hamisha ayol sheriklarini tushunib, ehtiyot qilib, qo'llab-quvvatlashga harakat qiladilar. Rixsitilla akam men uchun akamdan katta akam, ham ustozim. Umrlari uzoq bo'lsin. Oilaviy o'rtoq Shaddod Dilnoza Kubayeva qani? Endi Shaddod rollarni kutmasam ham bo'ladi, chunki yoshimiz ham Xudoga shukr sekin o'tyapti. Kiyinish uslubingizda nimalarga e'tibor berasiz? Men uydan chiqib ketayotganimda o'g'lim nima kiyyapsiz, qanaqa kiyyapsiz deb men nazorat qiladigan bo'lgan. O'zi ochiq-sochiq narsa kiyishdan qochaman. Shim kiysam ham uzun narsalar bilan kiyaman. Lekin o'g'lim meni tekshiradi, dress nazoratdan o'tkazadi. Juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Buning siri nimada? Oldingi intervyularimda juda ham semirib ketgan paytlarim bor edi. Buning sababi tushkun kayfiyat, uyga qamalib o'tirib qolish sabab qilib ayta olaman. Keyin dakki eshitganimdan so'ng zalga borib fitnes bilan shug'ullandim. Murabbiyim Olgaga minnatdorchilik bildiraman. Ko'p harakat, suv ichish hamda ovqat me'yorini ushlash orqali ancha vazn tashladim. Shaxsiy hayotingiz haqida gapiring. Shaxsiy hayotimda o'g'lim bor, ancha katta bo'lib qoldi. Hali turmush qurmadim. Har xil yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Avval juda xafa bo'lardim, hozir esa deyarli o'rganib qoldim. Ilk o'ynagan rolingiz? Teatrdagi ilk rolim andishali kelinchakdagi Olmaxon obrazi. Kinoda esa Taqdiri charxpalagi filmida debyut qilganman. Keyinroq Kelgindi kuyov va Kelgindi kelin filmlarida suratga tushganman. Ulug'bek Qodirov bilan yana bir bor suratga tushasizmi? Ulug'bek Qodirov Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlayaptilar hozir. Telba filmidagi oxirgi sahna qanday suratga olingan? Telbaning oxirgi sahnasi suratga olishda kichkinagina yolg'on ishlatganmiz, lekin bu bilinmagan. O'ylaganimizdek chiqqan. Filmning ushbu sahnasi haqida gapirishni istamayman, chunki bu haqda juda ko'p tanqidiy fikrlarni eshitganman. Ya'ni bu film orqali yoshlarni noto'g'ri yo'lga boshlab qo'yganmiz degan fikrdaman o'zim ham. Shuning uchun bu haqida gapirgim kelmaydi. Dilnoza Kubayeva. O'g'lim duolarida menga juft so'raydi. Dilnoza Kubayeva to'y haqidagi orzulari va chillada ekani haqida aktrisa Dilnoza Kubayeva Milliy telekanaliga bergan qisqa intervyusida shaxsiy hayoti bilan bog'liq savollarga yana bir bor javob berib o'tdi. To'y bilan bog'liq armoningiz bormi? O'zim ko'p to'ylarda qatnashganimda, Xudo xohlasa ko'nglimdagi insonni uchratib turmushga chiqsam, bu safar mana shunaqa bo'ladi deyman. O'zimni rosa bekitib qo'yganman. Ochilishiga qiynalaman. Boshqalarga bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu galgi to'yim xuddi birinchi marta turmushga chiqayotgandek bo'lishini xohlayman. Baland bo'yli o'g'lim yonimda turib, men bilan turmush o'rtog'im bilan raqsga tushishini xohlardim. San'atkorlar navbati tiqilinch bo'lishi, ruhiy ozuqa uchun bo'lishini xohlardim. Chilladaman. O'zim murakkab insonlar toifasiga kiraman. Kulib yurganim bilan ichimda nima g'alayonlar, chaqmoqlar bo'ladi. Bu o'zimga ayon. Balki shuning uchun ham ijodkor bo'lgandirman. Shuning uchun ham bu beshafqat katta maydonda bordir. O'zimni o'raganman. Doim karantindaman. O'zimni doim chillada saqlagandek saqlayman. Chunki men gardanda ancha-muncha vazifalari bor ayol deb bilaman o'zimni. Chunki davlat ishida ishlayman, onaman, farzandman. O'g'li uning yana oila qurishiga qanday qaraydi? Oldin bu haqda qo'rqinchli gaplar gapirardi. Hozir esa duolarida so'raydi, chunki dinimizda ham farzandning ota-onasiga jufti haloli bo'lishiga yordam berish kerakligi bor. Farzandimning shuni tushunib, anglab yetganidan xursand bo'laman.
Men hozir juda ham mustaqil, xotirjam ayolman. Chunki kichkinagina qo'rg'onimni, kasbimni yaxshi olib boryapman. Bir kunim yo'qki, biron narsa o'qimasam yoki yodlamasam. Televizorda har kuni ko'rinmaganim bilan ijodda yo'q bo'lib ketganim yo'q. Endi qarangki, kimgadir o'ylamasdan ko'r-ko'rona kimgadir tegsam-u, bor budimdan ayrilib qolsamchi deb o'ylayman. Yutqizishdan qo'rqaman deydi Dilnoza Kubayeva.